Yilning 3dan 1 qismi ham ortda qoldi va 120 kun ichida o'nlab chiroyli gollar guvohiga aylandik. Olissening Realga qarshi shedevr goldan tortib, Trubinning Benfica'ni Chempionlar Ligasida saqlab qolgan goligacha bugungi videoda ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Ro'yxatni Antonining Yevropa Ligasidagi Feyenoordga qarshi urgan goli bilan boshlaymiz. 17-daqiqada Antoni to'pni noqulay qabul qilib oladi va shunga ham qaramasdan darvozaga ohista zarba berib hisobni ochgan. Braziliyalik futbolchi juda noqulay pozitsiyadan deyarli joyidan qimirlamasdan zarba berib darvozani ishg'ol qilgani golni yanada chiroyliroq qiladi. Keyingi gol Madrid derbisida kiritilgan. Santiago Bernabeu'dagi o'yinda 66-daqiqada hisob 2-1 Real foydasiga edi. Va Nahuel Molina pushka zarbasi bilan Lunini dog'da qoldirib, uchrashuvdagi eng chiroyli golni kiritadi. Afsuski ushbu gol baribir Atletico'ga yordam bermaydi. Vinining dubli hamda Valverdening goli sabab Real 3-2 hisobda g'alaba qozongan. 18-o'rinda Anatoliy Trubinning Benfica'ni Chempionlar Ligasida saqlab qolgan goli. O'yinning 97-daqiqasida hisob 3-2 Benfica oldinda. Lekin play-offga chiqish uchun Mourinho shogirdlariga yana bitta gol kerak edi va so'nggi hujumlarning birida Trubin gol urib butun dunyoni shokka solgan. Real Madridga darvozabon o'yindan gol kiritishi deyarli imkonsiz edi, toki Benficaga qarshi uchrashuvgacha. Keyingi gol A seriyada Milan hamda Torino o'yinida kiritilgan. O'yinning 36-daqiqasida Milan futbolchisi Pavlovich jarima maydonchasi tashqarisidan to'pni qabul qilib, to'xtatmasdan zarba beradi. To'p to'singa tegib, keyin darvozaga kirgani esa golga yanada chiroy qo'shadi. Ideal tayming, ideal zarba va ideal gol. Toulouse'ga qarshi uy uchrashuvining 23-daqiqasida Mackenzie to'pni jarima maydonchasidan tashqariga noto'g'ri chiqarib yuboradi. To'p esa chiziq ustida turgan Dembelening oyoqlariga kelib tushgan. 2025-yilgi oltin to'p sohibi esa o'ylab o'tirmasdan ideal zarba bilan darvozani ishg'ol qiladi. Dembelening o'zi o'yindan keyin agar 10 marta shunday zarba bersam, faqat bittasi golga aylanardi. Bugun aynan o'sha kundagi golni ta'riflaydi. Ikkita ketma-ket mag'lubiyatlardan keyin Flickning Barselonasiga ishonchli g'alaba juda zarur edi va o'yin tugashiga 25 daqiqa qolganda Flick Fermin Lopezni maydonga tushiradi. 81-daqiqada esa futbolchi Yamaldan to'pni qabul qilib, yaqin burchakka shunchalik kuchli zarba beradiki, to'p ustunga tegganini butun Kataloniya eshitgandi menimcha. Aynan ushbu o'yindagi ishonchli g'alaba Barselonani La Liga peshqadamligiga qaytargan. Keyingi gol sohibi Xvicha Kvaratskhelia. PSG Sportingga qarshi Chempionlar Ligasidagi o'yinda 1-0 hisobida ortda borayotgan edi va 66-daqiqada Kvara maydonga tushib, 10 daqiqa ichida shedevr gol kiritadi. Jarima maydoni chizig'idan deyarli darvozaning 9lik burchagiga. Lekin baribir bu gol PSJga o'yinni saqlab qolishiga yordam bermaydi. Yakuniy hisob 2-1 Sporting foydasiga. Manchester United va Arsenal o'rtasidagi prinsipial uchrashuvda hisob 1-1 bo'lib turgan bir paytda Patrik Dorgu shedevr gol kiritib Unitedni oldinga olib chiqadi. To'pni jamoadoshidan qabul qilib, havoda to'xtatmasdan zarba beradi. To'p ham ustunga tegib, golga yanada chiroy qo'shgan. Yakuniy hisob 3-2 Manchester foydasiga. Inter va Roma uchrashuvining birinchi taymi 1-1 hisobda yakunlanib borayotganda ko'pchilik jamoalar tanaffusga durang bilan chiqib ketishini kutishgan. Lekin qo'shib berilgan daqiqalarda Hakan Çalhanoğlu chamasi 30 metr masofadan pushka zarba berib, Interni oldinga olib chiqadi. Aynan shunday taym oxirida kiritilgan gollar juda muhim va o'yin natijasiga katta ta'sir o'tkazadi. Yakuniy hisob ham 5-2 Inter foydasiga. Keyingi gol City va Liverpool uchrashuvida kiritilgan. Gol sohibi Dominik Szoboszlai. Szoboszlai oldinroq xuddi shunday golni Arsenalga qarshi ham kiritgan edi, lekin Cityga qarshi kiritgan goli yanada chiroyliroq. O'ng oyog'i bilan jonli devorni aylantirib zarba beradi. Donnarumma hech narsa qila olmasdan shunchaki golni eng chiroyli rakursdan tomosha qilgan. Afsuski ushbu shedevr baribir Liverpoolga o'yinni yutish uchun yetarli bo'lmagan. Uchrashuv so'ngigacha shaharliklar 2 ta gol kiritib 3 ochko bilan ketishadi. To'p o'ntalikni Lamine Yamalning qaychi ustubidagi goli bilan boshlaymiz. Dani Olmo to'pni chap qanotdan yetkazib berganda to'p Yamalga noqulay bo'lib keladi. Boshqa har qanday futbolchi bunday vaziyatda yoki to'pni o'tkazib yuborardi yoki o'ziga to'g'rilardi. Lamine esa qaychi ustubida zarba berib, hisobni 3-0 ko'rinishiga keltirgan. Navbatdagi gol Julian Alvarezga tegishli. Barselonaga qarshi Chempionlar Ligasidagi birinchi o'yinda Kubarsi qizil oladi. Va o'sha jarima zarbasidan Julian Alvarez ajoyib gol kiritib hisobni ochgan. Oldinroq aytib o'tganimdek, taym so'ngidagi gol jamoaga juda qattiq ta'sir qiladi. Bir o'yinchi kamligi hamda super gol Atleticoning g'alabasini ta'minlagan. 0-2. APL chempionligini hal qiladigan o'yin yaqindagina Manchester City va Arsenal o'rtasida o'tkazildi. Shaharliklar futbolchisi Ryan Cherki esa Arsenal futbolchilaridan kelgan to'pni qabul qilib, ikkita himoyachini aldab sovuqqonlik bilan uzoq burchakka tashlab qo'yadi. Natija 2-1 City foydasiga. Cherkining goli esa oyning eng chiroyli golga nominatsiya qilingan.
Chempionlar Ligasi 1/8 bosqichidagi o'yinda Chelsea 2 marta hisobda ortda bora turib comeback qiladi. Lekin Jorgensenning to'pga chiqishdagi xatosi Chelseaga juda qimmatga tushib, PSJni oldinga olib chiqqan 3-2 va biroz o'tib zaxiradan maydonga tushgan Kvaratskhelia 20 metrdan uchrashuvning eng chiroyli golini kiritadi. O'yin tugaydigan soniyalarda esa Parij 5-golni kiritib, chorak final masalasini hal qiladi. Real uchun mavsumning eng yaxshi futbolchilaridan biri Arda Güler Elchega qarshi uchrashuvda Pushkish sovriniga loyiq gol kiritgan. 88-daqiqada Arda o'z yarim maydonda to'pni qabul qilib, 60-70 metr masofadan zarba bilan hisobni 4-1 ko'rinishga keltiradi. Elche darvozabon oldinga chiqib ketgani uchun ham to'pga yeta olmaydi. Keyingi gol boshqa bir Real futbolchisi Fede Valverde'ga tegishli. Saudiyada bo'lib o'tgan Ispaniya Super Kubogida Real Atletico'ga qarshi o'ynagan va 2-daqiqada Real jarima zarbasi ishlab oladi. Fede 35 metrdan pushka zarba yo'llab, tezkor gol kiritadi. Zarba payti to'pning tezligi 108 km/soatgacha ko'tarilgan. O'yin 2-1 hisobda yakunlanib, Real finalga chiqadi. Final natijasini esa o'zingiz yaxshi bilasiz. To'p uchini Usman Dembelening goli bilan boshlaymiz. Ushbu gol Dembele nima uchun oltin to'pni qo'liga kiritganini ko'rsatib beradi. Ideal texnika, aql bovar qilmas intellekt hamda bosim ostidagi sovuqqonlik. Usman 4 ta himoyachi va darvozabon oldida qolib ketib, parashyut ustida zarba yo'llab, shedevr gol joylaydi. Pushkishga yana bir nomzod. Ikkinchi o'rinda Luis Diazning PSJga qarshi urgan goli. Bavariya 5-3 hisobda ortda borayotgan bir paytda Diaz ajoyib gol kiritib, hisobni qisqartiradi. Dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri Marquinhosni bolalarcha aldab o'tib, Safonov darvozasiga to'pni joylaydi. Oldiniga yon hakam golni ofsaydda bekor qilgan, lekin VAR aralashgach ushbu shedevr hisobga olinadi. Va birinchi o'rinda Arda Gülerning Bavariyaga qarshi kiritgan 2 ta goli. Oldin 34-soniyada Arda Noyerning xatosidan foydalanib tezkor gol kiritadi. Ushbu gol Real tarixidagi Chempionlar Ligasidagi eng tezkor gol hisoblanadi. Ikkinchi gol esa 29-daqiqada jarima zarbasidan kiritilgan. Güler 20 metr masofadan shunchalik ideal zarba beradiki, hatto Manuel Noyer ham yordam bera olmagan. Afsuski ushbu chiroyli gollar Realga yordam bermaydi va jamoa 4-3 hisobida mag'lub bo'lib, turnirni tark etishgan edi. Do'stlar, shu bilan videoga yakun yasaymiz. An'anaga sodiq qolgan holda keyingi video mavzusini yana sizga qo'yib beramiz. Izohlarda 9-may kuni qaysi video chiqarilishini yozib qoldiring. Oltin to'p favoritlari va Fransiya terma jamoasining jahon chempionati uchun tarkibi. Ko'rishguncha